Assalomu alaykum, Radmir o'yinchilari. Bizda bo'layotgan muammolarni hozir bilgan bo'lsanglar kerak, shtobi yozib qo'yganmiz, shtobi akkauntda email ulash yoki akkauntda ulashda SMS kelmayapti deb xabar yozganman, ya'ni nom qo'yganman va albatta prevyuni ham shunga qarab yasashga harakat qilganman. Agar sizlar shu videoni ko'rayotgan bo'lsanglar, sizlar sizlar o'zbek bo'lsanglar, adashmabsizlar videoni shtobi hozir bu yerda ko'rayotgandek. Biz hozir Radmirni sizlar bilan prям ko'rib chiqamiz va Radmirdagi barcha muammolarni sizlar bilan ko'ramiz. Ya'ni emailni qanaqa qilib ulash haqida video qilamiz. Bizda bo'layotgan muammo nima? Biz mana shunaqa novichok bo'lib o'ynab yuribmiz. Lekin ko'p bolalar keyin oxirida aytadiki, emailni ulash kerak, bratan, email ulash kerak, bo'lmasa ulolmasang agar anaqa bu bitta bank bor, anaqa yecha olmaysan yoki bir ikkita narsalarni qila olmaysan deb sizga juda ko'p aytishadi. Shu narsani qilish kerak deydi. Ya'ni email ulash kerak deydi. Bizi telefonlarda ham ba'zida bo'layotgan ekan va kompyuterchilarda va shu ko'p bo'layotgan ekan. Ba'zilarda bittada kirib ketyapti, lekin agar siz shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, значит siz shtobi mana shu muammoni yechish uchun kirgansiz. Da? Xo'p, nima qilamiz? Обязательно men kompyuterdan kiryapman. Telefonchilar bo'lsa, qanaqa kirishni bilasizlar. Xo'p, men kompyuterdan M knopkasini bossam, mana shunaqa joy ochiladi. Telefonda bilmadim qanaqa qaysi knopkani bosish kerak. Xo'p, bu yerdan настройка knopkasini bosganimizda birinchida turibdi elektronniy pochta deb yozib qo'ygan. Ya'ni elektronniy pochtani bosishimiz kerak ekan. Tushunarli. Hop, bosdik va bizga mana elektropochta o'sha meni akkauntim ajdat подтверждение deyapti. Hop, aytayaptiki, hozir kod boradi deyapti ekan. Понятно. Kimdirlar enter bosib, akkauntni kirgizsa, sразу kod kelib, kirgizib yuborayotgan ekan. Lekin agar bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, значит sizda shu muammo bo'lyapti. Shtobi kirgizib bo'lmayapti, brat. Ошибка deyapti. Ya'ni shuna ekrandamda chiqib ketyapti deb, mana chapda o'ng tomondan ошибка degan so'z chiqaradi. Shunaqa muammo bor-da. Shtobi buni qanaqa to'g'rilaydi, bratan deydigan bo'lsangiz, davайте hozir siz bilan shuni to'g'rilaymiz. Telefonchilar Google ili Chrome yoki o'zingizlar biladigan saytinglar orqali kirishinglar kerak. Kompyuterchilar ili Chrome, Microsoft degan narsalar bor, shu orqali kiramiz jigarlar. Men kompyuterchiman. Shtobi ko'rasizlar hozir qanaqa qilishni. Ya'ni biz hozir mana shu akkauntni tipa восставление deydimi rus tilida. Ya'ni hozir bu akkauntni yashil qilamiz, ya'ni ishlatamiz. Tushunyapsizlar-ya? Bitta gap bilan aytganda. Xo'p. Buning uchun biz kiradigan manzilimiz обязательно Radmirni официальный sayti bo'lishi shart emas. Lekin men sizlar uchun обязательно saytini qoldirib qo'yaman. Anaqaga описаниеda qoldirib qo'yaman. Xotiramanglar. Ya'ni Radmirni saytini. Xo'p, biz nima qilamiz? Radmir deb yozib olamiz. Google ili Chrome, любой qanaqa bor telefonda Google, Microsoft, kompyuterchilar Microsoft bor. Вот Radmir deb yozib olamiz. Kiramiz. Aka, iltimos like bosib, podpiska bosib qo'yishni unutmanglar. Yaqinda kirdik biz ham Radmirga. Tak. Xo'p, Radmir o'yiniga mana saytiga kirib oldik. Radmir o'yiniga saytiga kirib oldik. Endi toza men bu yerdan chiqib ketay, chunki sizda bunaqa joy bo'lmaydi-da. Xo'p. Chunki men akkauntga kirib bo'lgandim-da, ozgina test qilib, takoy o'zimni sinab. Xo'p, lichniy kabinet degan so'z bor mana o'ng tomonda. Ustiga bosamiz. Bu yerga o'sha kirgizgansiz-ku nikingizni. Masalan, katta harfda M o'zingiz kirgizgan nomingizni yozasiz. Mana Muzon Rider. Pastdan parolis. O'zingiz bilasiz parolis qanaqaligini. Tepadan server tanlaymiz. Mani serverim o'zi 13, o'zi mani serverim 13. Просто tam sizlarga video qilish maqsadida 14-serverga o'tib olib, yangi akkaunt ochib oldim. Понятно-da? Ya'ni polni o'rgatish uchun. 14-serverda kiramiz. Men 14daman. Sizlar nechinchi serverdasizlar? Vойти knopkasini bosaman. Mana okalar akkauntga kirib oldik. Endi Muzon Rider akkaunti meniki bu. Siz o'zingiz akkauntingiz kiradi. Tak, telefonda kirayotganlarda ham, kompyuterda kirayotganda ham bir xil akalar. Faqat shu saytga kirishinglar kerak. Bu sayt o'zi nimaga kerak desanglar, bu saytda sizlar masalan uruvininglar nechiligini ko'rib turishinglar mumkin, necha XP bo'lgan, necha soat o'ynagansiz, hozir necha daromadingiz bor va mabutda daromad degani yig'ib kelgansan. Hozirgi summang, ya'ni hozirgi rubling, keyingi bankdagi rubling, ya'ni shunaqa narsalar bor. Bizda nima deydi? Dokumentalniy ishlaydigan joy bor, chamadan rasmi bor. Ko'rgan bo'lsangiz, ishlagan bo'lsangiz bilishadi. O'sha chamadanga borsanglar dokumentalniy ishlaydigan joylar bor.
O'shandan sizlarga mana shu yerga kartaga o'tkazib beradi-da. Sizlar pulga tashab bermaydi, kartaga o'tkazib beradi. Buni yechish uchun sizlar email ulashinglar kerak. Shuning uchun ham mana shu videoni ko'ryapsizlar deb hisoblayman. Xo'p, okajon, hozir shu muammoingizni hal qilib beramiz, emailni ulaymiz. Чтобы qanaqa qilish ko'rib oling. Tak, qarang. Birinchi qiladigan ishimiz bu mana My настройки, ya'ni pastga tushganingizda telefondami, kompyuterdami, kompyuterda mishkada pastga tushib olasizlar. Telefonda qo'lingizlar bilan sensorni tushirib pastga tushib olishinglar kerak. My настройки, ya'ni mening настройкам. Birinchisi, akajonlar, parol. Mabodo parol o'zgartirmoqchi bo'lsang, mana shu joyini ustiga bosib, parol o'zgartirsanglar bo'ladi. Изучить qilib bemalol o'zgartirasizlar. Ikkinchisi, bizani problemamiz. Ya'ni emailda qizil chiqyapti, email kirmayapti, SMS kelmayapti degan muammoimiz mana shu bo'ladi. Pastdagi Google akkauntimizni tipa bu nima desanglar, bu tipa akkauntni ulab qo'yish. Mabodoga bo'ladi-yu, mana akkauntdan telefon orqali kirishimiz mumkin yoki привязкада bu как будто привязка ulash. Ya'ni привязка degani mabodo akkauntingiz kimdir chopa olsa ham, mana shu akkauntingiz ulangan bo'lsa, qaytarib olishingiz mumkin bo'ladi-da. Bizga hozir bular shart emas, akajonlar. Biza email ulashimiz kerak. Videoga maqsadimiz, kirishimizdan maqsad email ulash uchun. Boringga shukr, podpiskani hozir bosib qo'yaman deb bosib qo'ygan akajonlarimizga katta rahmat. Xo'p, nima qilishimiz kerak? Mana shu email tomonda chiziq chizib qo'ygan mana bu ptichka so'zi bor. Biz bu so'zlarni bosa olmaymiz. Ptichkani ustiga bosishimiz kerak bo'ladi. Ptichkani ustiga bosganingizdan keyin Gmail pochtangiz bormi? O'zingiz Gmail pochta bo'ladi. Gmail pochtani ulashingiz kerak. Чтобы qanaqa qilamiz? Gmail pochtamizni mana shu yerga yozamiz. Ya'ni masalan aytaylik, mana Gmail pochtam bor. Sardorjon 0102 masalan gmail.com deb yozasizlar va отправить so'zini bossanglar, tasdiqlandi deb mana bu 10 tomon man turgan joydan yashil knopka chiqadi. Va shunda sizlar nima qilamiz? Endi biz mana shu ptichka so'zini yana bosib, ya'ni Google akkauntda kirib, ya'ni bilasizlar qanaqa kirishni, yana Gmail ga kirib olamiz. Gmail deb yozamiz. Gmail deb yozamiz. Hop. Birinchisiga kirdimman, doim birinchisiga kiramiz. Birinchisiga kirganinglardan keyin mana akkauntim, men turgan joyda akkauntim bor, eslicha. Akkauntim ulab qo'yganman va meni pochtam bu. Ya'ni o'sha ulamoqchi bo'lgan akkauntimni pochtasi bu. Tushunyapsizlar-a? Xo'p. Mana birinchi joydan o'sha SMS yuborildi-da, hozirlar o'sha Gmailinglarni kirgizganinglar uchun SMS yuborildi. O'sha SMS mana shu joyga keladi. Birinchisi keladi. Kiramiz, mana shunaqa joy ochiladi. Ochilgandan keyin izminit pochtu degan yashil knopkani bitta bosib qo'ysak, qaranglar, bitta bossanglar bu saytga olib kirib ketadi. Ya'ni yana o'zi Radmirning saytiga olib kirib ketadi. Va sizlarga ikkita narsa yozishi mumkin. Birdaniga qabul qilin deyishi mumkin yoki bo'lmasa yana bir marta harakat qilib ko'r, повторить deydi. Yana bir marta harakat qilib ko'r, saytda ozgina problema bo'lib qoldi deb o'zi yozadi sayt. Agar unaqa yozmasa, birdan bo'lib ketsa, значит saytdan registratsiyadan o'tdingiz okajon. Ya'ni tabriklayman, email sizni akkauntingizga ulandi. Agar ulanmagan bo'lsa, yana bir marta ptichkani bosib, yana emailni jo'natamiz, o'sha akkauntimizni kirgizamiz va Gmail ga kirib, birinchida turgan yana SMS keladi. O'shani kirib, yana mana shu izminitni bosib, akkauntga kirib ketamiz. Bu kirib, mana bu указание но не подтвержден degan ptichkamiz yashil rangga aylanadi. Sariq emas, yashilga aylanadi. Yashilga aylangandan keyin nima bo'ladi? Tabriklayman akajon, emailimiz registratsiyadan o'tdi. Endi qiladigan ishimiz bo'ldi. Просто tak chiqib ketamiz. Radmir o'yiniga kirib olamiz. Mana Radmir o'yiniga yana qaytib kirib olamiz. Вот, isho hozir men to'g'risini aytganda akkauntimni ulab qo'yibman-da, 13 Warface qilib, ya'ni ulangan akkauntni ulab qo'yibman-da. Shuning uchun uzr so'rayman. Ya'ni yashil qilib ko'rsata olmayman. No, sizlarda bu 100% o'xshaydi, chunki men qilib bo'ldim. Menda shunaqa muammo bo'lgani uchun shuni video qilib chiqardim. Agar sizlar like bosib, поддержка qilsanglar, men bundan ham qiziqroq videolar chiqaraman. Xo'p, men kompyuterdan M knopkasini bosishim kerak, telefonchilar mana shu joyni ochib olishinglar kerak. Va yana настройкаga kiramiz. Elektropochtaga kirgan paytingizda mana shu ожидает подтверждение so'zi u yerda yashil bo'ldi-yu, bu yerda ham yashil bo'ladi. Isho xursand bo'lib, rahmat kattakon deb kommentariyaga yozib qo'yasizlar degan umiddaman. Albatta, isho podpiska bosib, podpiskalarni bosib, поддержка qilinglar. Bir kun promokod chiqaraman, promokodlarni terib
xursand qilasizlar degan umiddamiz jigarlar. Bo'lmasa hammaga rahmat. Sizlar bilan Muzon, Radmir o'yinidagi Muzon edi. Hammalarga qo'llab-quvvatlaganlarga katta rahmat. Bu video juda ham sizlarga kerak bo'ladi. Do'stinglarga tarqatib qo'yishni unutmanglar. Salomat bo'linglar. Emailga ulashni o'rganib olganingizdan men ham xursandman, chunki men o'zim ham rosa qiynaldim. Salomat bo'linglar.